Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Burhan Gamer. Va bugungi videorolikda Minecraft uchun qurol modini faqat 3D shaklida yuklashni o'rgataman. Buning uchun oson. Google ga kirasizlar. Text mod deb yozasizlar. Eng yaxshi sayt maslahati Minecraft Insight'da. Ancha xavfsizroq. Bu yerda faqat 1.12.2 va 1.7.10 versiya bor. Keyin pastga tushiramiz. Va ikkalasi ham yana Forge. Men 1.12.2 ni yuklaymiz. Masalan 1.7.10 ni o'ynamagan bo'lardim. Keyin yana mana shuni yordamchisi bor-da. 1.12.2 ni. Nima edi nomi? Agar uni ham yuklab o'rnatsangiz, keyin nastroykalar bor, bir ikkita turel qilsa bo'ladi. Avtomatik otib tashlaydi. Bu yerda keyin yana nima edi? Vaymalar bo'ladi. Ularni dushmaningizda shu. Minecraftga kiramiz. Endi hozir men рабочий stolni ko'rsata olmayman-da. Narsalar hammasi любой joyda turibdi. Mashiknik. Men просто ko'rsatasizlar. Tusker. Windows date. Minecraft. Hech biriga e'tibor bermanglar. Keyin bu yerda topamiz. Mod. Ko'ramiz. Yüklandi. Buni nimaga? Mod skills qo'yamiz. 1.12. Minecraft. Turkcha bilmadim sizga haqida bunga e'tibor bermanglar, men ham bilmadim kim qidirgan. Counting hech kim do'st. PNV replay mode Airbnb bilan o'zimni qilarim. Mana endi kutamiz. Xo'sh do'stlar, men kirib bo'ldi. Forge 1.12.2 akkauntim kiritilgan. Bo'ldi bayt. O'tirmayman. Hozir menga nazda ko'chada yomg'ir yog'yapti. Men esa uyda kofe ichib o'tiribman va video olib. Bo'ldi. Endi esa kiradi. Men so'nggacha kofe ichib o'tiraman. Bolam hamcha bo'ldi. Bu yoqni o'zingizlar tushunsanglar kerak. Minecraftga kiryapti. 1.12.2 hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Chunki hozir men просто nima edi? Полный rejimni o'shandan video olayotgan edimda. Unaqalar qilish kerak bo'ladi. Shunga просто bu yoqni o'zingizlar bilasiz deb o'ylayman va shunga umid qilaman va hammaga xayr.